Salom barchangizga do'stlar. Sizlar bilan Ibrohimov Editors kanali. Bugungi videoda qanday qilib o'yinlarni modli versiyasi bilan tortishni o'rganamiz. Modli versiya nima deganlar uchun mana ekraningizda modli o'yinlarni ko'rsatib qo'yganmiz. Modli o'yinlarni esa mana shu ilova orqali tortamiz. Ya'ni Happy Mod. Happy Modni hech qachon Play Marketdan tortib o'tirmang, chunki Play Market ilovasida bu ilova yo'q. Unda qanday tortamiz deganlar diqqatiga biz Google ga kirib olamiz. Bu yerda men tortganim uchun birinchi shunaqa sayt chiqdi. Va mana shunday deb yozamiz. Undan keyin esa shu birinchi chiqqan saytning ichiga kirib olamiz. Menda ozgina internet muammosi bo'lmoqda. Va shu internet muammosi orqali men sizga bir narsani aytib qo'yaman. Iltimos kanalimizga obuna bosib, qo'llab-quvvatlang. Biz 200 ta obunachiga qarab ketyapmiz. Va chiqqandan keyin mana shu Download Now ilovasini, Download Now so'zini bosamiz va undan keyin yana bir marta xuddi shunday so'z chiqadi, yana uni bosamiz. Undan keyin o'yin o'zi avtomatik ravishda tortiladi. Tortib bo'lgandan so'ng Google dan chiqamiz va Happy Modga kiramiz. Va shu yerda sizlarga bir tavsiya. Hech qachon siz onlayn o'yinlarni tortmang, ya'ni FC Mobile, PUBG shunga o'xshagan o'yinlarni tortmang. Agar ularni tortib o'ynamoqchi bo'lsangiz, sizga ban berib yuboradi. Va shu o'yin tortish ham oson. Shu yerga kirib yozamiz va o'yin tortib ketaveramiz. Video qiziqarli va foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib, obuna bosib qo'ying. Aşk mezara kadar sakın ha gitme.